Mana aka-ukalar, puli yengil arzondan so'raganga avgustda chiqqan kechki jo'ja, hali to'lovlari kelgan. Dumlar rosa uzun bo'ladi, mana bilib turibsizlar. Qop-qora zo'r chiqqan ekan aslan. Puli yengildan so'raganlar, ish qog'ozlagan. Mana. Xo'roz qilib boqib oling. 3 kilo, 3,5 kilo bo'lsa kerak yoki 3,5 kilo. Bor, lekin boqsa 4 kilo bo'ladi. Pul arzondan, mahalladan tekin abzor o'rtoqlar bu. Avgust o'rtoqlar. Kichkinaroq, kechki chiqqan, lekin zo'r chiqqan, toza chiqqandan otasi yaxshi. Puli yengil ha. Nahos yengil. Avgust lekin toza chiqqan. Qop-qorasi so'raganlarga. Puli yengil so'raganlar, sizlar uchun tekin abzor bu. Mana qosh ko'zlari. Butunlar qizilni olib chiqing, qizili ham borib qo'shaveraylik. Mana o'rtoqlar, keyingisi ham ana. O'ta toza chiqqan ekan bardovoy. Ammo kichkinada og'ir o'rtoqlar. Oyoqlari yig'ib turishini qarang. Pilotkalari zo'r chiqqan ama. Puli yengil. Bu bir tarafdan kulga ham o'xshab ketadi, bardovoy ama. Bardovoy ko'p. Novot rang ekan mana. Darlarini qarang, juda odamga yoqimli rang ekanda. Sog'lom, beg'ubor. To'lovlar, dumlar uzun bo'ladi, kiymagan dumlar mana. Oyoqlar puli yengil. Ishqiboz bo'lsalar aloqaga chiqinglar, yosh jo'ja o'zim xo'roz qilib olaman deydiganlarga berib boramiz mana. O katta bu xo'roz bo'lsa, bular qimmat bo'lib ketadi. Prosta hozircha yengil puzdarilib yuborilyapti ekan mana. Joningdan moshni o'rtoqlar. Arzonchisi emas bunisi. Bunisi eng yirik chiqqan. Buni hozirgi vazni 4 kilo keladi kim? 4 kilo keladi. 8 kilo keladi. Kechki, lekin otasi 5,5 kilo bo'lganda buni. Otasini ko'rganmiz o'rtoqlar. Behijoat qo'llar orasida par o'ta toza chiqqan. To'lov hali dumlar kelgan yo'q, bular bor-ku. Dumlar kelsa o'ta mo'jli bo'ladi. Eng zo'r mana o'rtoqlar uchunsiz. Kattaroq, sal pul qimmatroq, xudo xolasa bag'riga kami to'yarib kirib o'ynaydi. Bunisiga javob o'rtoqlar. Voy joningdan ko'z tegmasin. Moshli mana basharalari. Polvon jo'ja. Polvonchi deb kallalarimiz zo'r. Uzun bu pastga oslar ekan-da, bular. Gap yo'q.